Sizningcha bir biznes odamlarning vaqtini tejash orqali muvaffaqiyat qozona oladimi? Bu savolga bugun Gusto yarim tayyor mahsulotlari do'koni bilan tanishib o'tib, javob topamiz. Qani ketdik. Hozirgi kunda ko'pchilikning ovqat tayyorlashga vaqti kam. Shuning uchun Gusto mijozlarga qulay va tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni taqdim etadi. Bizning maqsadimiz odamlarga mazali va tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni taklif qilish. Endi esa mahsulotlarimizga kelsak, bu yerda xamirli ovqatdan tortib qiymali tiftellargacha va yana ko'plab yarim tayyor mahsulotlarni bemalol topishingiz mumkin. Eng muhimi, mahsulotlarimiz 100% halol. Qiymalarga eng sifatli go'shtlardan ishlatamiz. Hammaga birdek yoqadigan somsalarimizning ham har xillaridan mavjud. Kelib bemalol xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Ha aytgancha, bizda chuchvarani ikki xil turidan mavjud. Xohlasanglar qiymalisidan, xohlasanglar ismaloqlisidan. O'zi sizlarga qaysi bir yoqadi? Savolimga javob topguningizcha orada men mijozlarimizni dastavkalarini chiroyli qilib tayyorlab, chiqazib yuborishga ham ulgurdim. Sizlar bilan bugun shu mahsulotlarimizdan birini tanlab, birgalikda mazali ovqat tayyorlab ko'ramiz. Tayyorlashni boshlashimizdan oldin Telegram kanalimizga obuna bo'ling va Instagram sahifamizni kuzatib boring. Ovqat qilish jarayonlarini video davomida ko'rib, o'zingiz bitta baho berib ketasizlar. Zor etasan sen meni nozli gulim, ko'zimga boqmay qotasan yondirib oshiq dilim. Asolidan umid qilib borar bo'lsam yoningga, nozli gulim noz qilasan jafo qilib jonimga. Asolidan umid qilib borar bo'lsam yoningga, nozli gulim noz qilasan jafo qilib jonimga. Sen meni yolg'izim, oyuzli nozli gulim, sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim. Mazali ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, uni tayyorlash juda ham oson va ko'p vaqt olmaydi. To'g'risini aytinglar, sizlarni ham ko'rib yegili kelib ketdi-yu. Gustoda biz doimo sifatli mahsulot tayyorlashga harakat qilamiz. Shu sababli mahsulotlarimiz tayyorlanish jarayoniga ham alohida e'tibor beramiz. Mahsulotlar tayyor bo'lgach, ular qadoqlanadi va do'konimizga olib chiqiladi. Biz mijozimizga sifatli mahsulot va yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Shuningdek, Instagram sahifamiz orqali yangi mahsulotlar, aksiyalar va foydali videolarni ham ulashib boramiz. Shunday qilib mijozlarimiz bizda yangiliklardan doimo xabardor bo'lib turishadi. Bugun sizlarni Gusto yarim tayyor mahsulotlar do'koni bilan yaqindan tanishtirdim. Biz har bir mahsulotning sifatiga e'tibor beramiz va mijozlarimizning ishonchini qozonishga harakat qilamiz. Shu sababli mahsulotlarimizni doimiy ravishda yangilab, yanada ko'proq qulaylik yaratishga intilamiz. Agar siz ham yarim tayyor mahsulotlarimizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, do'konimizga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin yoki-da onlayn buyurtma bersangiz ham bo'ladi. Shuningdek, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va Instagram sahifamizni kuzatib boring. U yerda yangi mahsulotlar va foydali videolarni muntazam ulashib boramiz. Biz uchun har bir mijozning fikri juda muhim. Aynan sizning taklif va mulohazalaringiz orqali xizmatlarimizni yanada yaxshilashga harakat qilamiz. Kelajakda esa mahsulot turlarimizni yanada ko'paytirish, xizmat sifatini oshirish va mijozlarimiz uchun yangi qulayliklar yaratish ustida ishlashda davom etamiz. Chunki bizning maqsadimiz har bir xonadonga mazali va sifatli yarim tayyor mahsulotlarni yetkazib berish. Gusto oilasi 5 yildan beri mijozlar uchun xizmat qilib kelayotgan ekan, har bir mijoz biz uchun qadrlidir. Shu sababli mahsulotlarimiz sifati, tozaligi va ta'miga doimo e'tibor beramiz. Sizni do'konimizda mamnuniyat bilan kutib qolamiz va Gusto oilasining bir qismi bo'lishga taklif qilamiz. Bugungi videomiz orqali sizlarni Gusto yarim tayyor mahsulotlar do'koni bilan yaqindan tanishtirdik. Agar siz ham vaqtingizni tejab, mazali taomlarni tez va oson tayyorlamoqchi bo'lsangiz, Gusto siz uchun yaxshi tanlov bo'ladi. Videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha xayr.